Aka, hisob-kitob qilib yuborsanglar ketardi. Opam ham kutib qoldilar. Boshida berganimdan tashqari mana ham qo'ygan pul. Lekin shunday katta qo'lini nimaga arzon sotib ketmasdilar? Anaqa. Ukam chet elga ketayotgandik, pul zarur bo'lib qoldi-da. O'shanga yaxshi uy ovoz, arzon ovoz buyursin ukam. Yaxshi aytib qo'yinglar. Adasi, sal g'alatiroq odamlar emasmi bular? Nima farqi bor? Shunday arzimagan pulga olib ketdi-yu. Jahon ovozimi? Yo'q, adajon, biz qulog'imizga eshitilgandir. Yur. Vo, mana chiroq. Adasi, Eshitdingmi? Yana chaqaloqni ovozi. qo'rqitmay adasi. Chaqaloqni ovozi eshitilyapti. Balkim charchagandirsiz. Aka, o'ylam ko'p yo'lda. Yuring, choy odamga beraman, ichib olamiz. Yur. Tinchlikmi adasi? Tinchlik emas. Chaqaloqlarni do'shi eshitilyapti. Hozir suv olib kelaman adasi.